sifatsiz mahsulotlardan himoya qilish va nazorat tizimini to'liq raqamlashtirish davr talabi. Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi olib borayotgan xavfni tahlil etish tizimini ko'rib chiqamiz. Jarayon qanday ishlaydi? Birinchi bosqichda tizim avtomatik ravishda xavflarni aniqlaydi. Bunda aholi murojaatlari, ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar, bojxona ma'lumotlari hamda Yevropa Ittifoqi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi xavfli mahsulotlar bazasidagi signallar 3 kun davomida chuqur tahlil qilinadi. Agar xavf aniqlansa, tahlil natijalari asosida davlat inspektori 1 kun ichida xulosani rasmiylashtiradi. Shundan so'ng 2 kun ichida komissiya tomonidan nazorat xaridini o'tkazish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinadi. Navbatdagi qadam: nazorat xaridi. Inspektorlar belgilangan reglament va protsessual normalarga qat'iy rioya qilgan holda mahsulot namunasini xarid qiladilar. Namuna to'g'ridan-to'g'ri akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarda sinovdan o'tkaziladi. Agar mahsulot sifatsiz deb topilsa, 3 kun ichida tadbirkor ogohlantiriladi va tegishli ravishda taqdimnoma chiqariladi. Shuningdek, ushbu mahsulot nomuvofiq mahsulotlar reyestriga kiritiladi va bu haqda ommaviy axborot vositalarida keng yoritiladi. 10 ish kuni ichida esa mahsulot savdodan chiqariladi va mas'ullarga nisbatan qonuniy choralar ko'riladi. Ko'rib turganingizdek, ushbu zanjirning asosiy maqsadi jazolash emas, balki xavfning oldini olish va shaffoflikni ta'minlashdir.